U 12 yoshida taxtga chiqdi. O'z yurtidan quvildi. Tog'u toshlarda sarson kezdi. Och qoldi, muzladi, xiyonat ko'rdi, lekin hech qachon sinmadi. U Samarqandni 3 marta oldi va 3 marta yo'qotdi. Oqibatda esa taqdir uni Hindistonga yetakladi. Dunyo tarixidagi eng buyuk imperiyalardan biriga asos soldi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan bir kitob loyihasida Farohiddin Mas'ud. Sezganingizdek, bugungi qahramonimiz Zahiriddin Muhammad Bobur va uning Boburnoma asaridir. Hammamiz bilganimizdek, Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralida Andijonda dunyoga keladi. Uning tomirida ikki buyuk Jahongir, Amir Temur va Chingizxon qoni oqardi. Tasavvur qiling, otasi Umar Shayx Mirzo kutilmaganda vafot etgach, u 12 yoshda hali bola bo'la turib davlatni boshqarishni o'z qo'liga olishga majbur bo'ladi. Bobur shaxsiyati juda murakkab va qiziqarlidir. Bu tomondan u qattiqqo'l sarkarda, jang san'atining ustasi. Ikkinchi tomondan tabiat shaydosi, gullarni, qovunlarni, mevalarni sevuvchi bog'bon. U o'ta hassos shoir ediki, sog'inch va hijron azoblarini baytlariga singdira oldi. Boburnoma asarida muallifning eng katta fazilati uning rostgo'yligi ko'rinadi. U o'zini hech qachon ideallashtirmagan. U nafaqat dushmanlarni, balki o'zini ham ayovsiz tanqid qila olgan. U ichkilikdan tavba qilganini ham, jangda qo'rquv his qilganini ham yashirmagan. Aynan shu samimiylik Boburni bizga yaqinlashtiradi. Boburnoma jahon adabiyotidagi ilk memuar, ya'ni avtobiografik asarlardan biridir. Bobur o'z asarini dastlab vaqoi, ya'ni voqealar deb atagan. Bu kitob shinam saroy xonalarida, yumshoq ko'rpachalar ustida yozilmagan. U ot ustida, harbiy yurishlar vaqtida, chodirlarda, gohida hayot va mamot orasida yozilgan asardir. Bobur yozgan sahifalar bo'ronlarda yo'qolgan, suvlarda oqqan, lekin yana qayta tiklangan. U bu asarni yozishni Farg'onada boshlab, to umrining oxirigacha davom ettirdi va Hindistonda yakunladi. Kitob eski o'zbek tilida, Chig'atoy lahjasida yozilgan bo'lib, o'sha davrning eng go'zal nasriy namunasi hisoblanadi. Undagi til sodda, ravon va xalqchildir. Bobur murakkab jumlalardan qochib, voqealarni aniq va lo'nda tasvirlashni ma'qul ko'radi. Qizig'i shundaki, Boburnomaning asl nusxasi saqlanib qolinmagan bo'lsa-da, uning ko'chirilgan nusxalari va fors tiliga qilingan tarjimalari butun dunyoga tarqalgan. Yevropada bu asarni Bobur nomli Sezarning estaliklari deb atashgan va uni katta qiziqish bilan o'qishgan. Boburnoma shartli ravishda 3 qismga bo'linadi. Bu qismlar Bobur hayotining 3 bosqichini va 3 geografik hududlarni qamrab oladi. Birinchi qism Farg'ona va Samarqand. Bu yerda Boburning taxt uchun kurashlari, Samarqandni egallash orzusi va alamli mag'lubiyatlari tasvirlanadi. Eng ta'sirli joylardan biri uning vatanni tark etishga majbur bo'lgan onlaridir. U o'z yurtini, har bir giyohini, Andijonning suvi-yu havosini, Samarqandning noni-yu mevasini sog'inch bilan eslaydi. Masalan, u Farg'ona haqida yozganda, oshliq va mevasi favqulodda ko'p. Qovun va uzumi yaxshi bo'ladi. Qovun pishig'ida poliz boshida qovun sotish rasm emas deb bolaligidagi to'kinlikni eslaydi. Ikkinchi qism Kobul davri. Vatandan umid uzgan Bobur yuzlab chaqirim yo'llarni bosib, Hindikush tog'laridan oshib o'tadi. Bu qismda biz uning yetuk hukmdorga aylanganini ko'ramiz. U Kobulda bog'lar yaratadi. Yangi davlat tizimini shakllantiradi. Ayniqsa, qishning qahratonida askarlari bilan tog'dan oshib o'tayotganda o'zi ham oddiy askar kabi qorni kurab yo'l ochganini yozadi. Bu uning haqiqiy lider ekanligini ko'rsatadi. Uchinchi qism Hindiston. Bu qism haqiqiy ensiklopediyadir. Bobur Hindistonni zabt etgach, nafaqat siyosati bilan, balki o'lkaning tabiati bilan ham qiziqadi. U Hindistonning fili,
karkidoni, to'tiqushlari, mango mevalari haqida hayrat bilan yozadi. Lekin shu bilan birga bu issiq o'lka unga begonaligini, qovun yo'q, uzum yo'q, yaxshi otlar yo'q deya o'z vatanini qo'msashini yashirmaydi. Kitobda nafaqat urushlar, balki oddiy insoniy munosabatlar ham bor. Do'stlik, xiyonat, ota-onaga hurmat. Boburning o'z o'g'li Humoyun qattiq kasal bo'lib qolganida jonimni o'g'limning joniga almashtiraman deb Allohga iltijo qilishi va o'zi kasal bo'lib o'g'li tuzalib ketishi voqeasi juda ham ajib tasvirlangandir. Oradan 5 asr vaqt o'tdi. Xo'sh, nega Boburnomani bugun ham o'qishimiz kerak? Bu kitob 21-asr odamlariga nima beradi? Birinchidan, iroda maktabi. Bugun arzimagan muammolarga duch kelsak, tushkunlikka tushib qolamiz. Boburnomani o'qing. 12 yoshida yetim qolgan, bor budidan ayrilgan, o'z yaqinlari xiyonat qilgan inson qanday qilib oyoqqa turganini, qanday qilib noldan boshlab imperiya qurganini ko'rasiz. Bu har bir tadbirkor, har bir yosh lider, yo'l boshlovchi, peshqadam uchun motivatsiya manbaidir. Ikkinchidan, vatanparvarlik. Vatanni sevish qanday bo'ladi? Bobur butun Hindistonning podshohi bo'lganida bir tilim Andijon qovunini ko'rganda ko'ziga yosh oladi. Uning sog'inchi bizga o'z yurtimiz tinchligi va ne'matlarimizning qadriga yetishni o'rgatadi. Vatanni qanday sevmoqlik kerakligini Boburdan o'rganishimiz mumkin. Uchinchidan, halollik va ochlik. Bugungi axborot asrida ko'pchilik o'zini ideal qilib ko'rsatishga urinadi. Bobur esa 500 yil oldin bizga xolislik darajasini belgilab berdi. U tarixni soxtalashtirmadi, borini yozdi. Bugungi jurnalistlar, blogerlar va rahbarlar uchun bu katta ibrat namunasidir. Boburnoma asari dunyoning 30 dan ortiq tillariga tarjima qilingan va UNESCO ro'yxatiga kiritilgan asardir. Bu asar orqali dunyo o'zbek xalqining madaniyatini va tarixini taniy oladi. Boburnoma bu shunchaki kitob emas. Bu bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning biz uchun yo'llagan maktubidir. Bu maktubda men xato qildim, sen takrorlama. Men sog'indim, sen qadrla. Men yengildim, sen esa bo'sh kelma degan xitobni olishimiz mumkin. Keling, bu asarni shunchaki javonda chang bosib yotadigan bezak emas, balki hayotiy hamrohga aylantiraylik. Bu kitobni farzandlarimizga o'qib beraylik, toki ular o'z tomirlarida qanday buyuk zotlarning qoni oqayotganini his etsinlar. Bobur Mirzo aytgandek, kim ko'rib tur ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondin yaxshi yo'q, ko'z tutma ondin yaxshilik. Ya'ni kim yaxshilik va ma'rifat ulashishdan charchamaylik. Jamiyatimizga, atrofimizdagilarga manfaat yetkazishdan to'xtamaylik azizlar. Sizlar bilan Farohiddin Mas'ud bir kitob loyihasi bilan bo'ldi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum.